Lüybu'nun tutuq atısı Ding Yuan'ni qasdlab o'ldirish. Yaxshimisiz do'stlar? Unda qolsa biz ushbu padişahlikni yana davomli so'zlab ketdik. Endi Li Su shu Lüybu'nun yeniga berib, uning bilan bir yurtdosh bo'lgandan keyin, og'ayni tunish bo'lgandan keyin yurtdoshlik sifatida buning bilan ko'rishgandan keyin hamda bu Lüybu'nun ahvolini so'raydi. Ahvolingiz qanday degandan keyin o'zaro ancha-muncha paranglashib, deyishib bo'lgandan keyin, undan keyin bu Li Su Lüybu'nun og'zini ko'zlab boqadi. Sizningki tutuq atingiz, ya'ni Ding Yuan sizga qanday muomala qilyotdi degandan keyin, bu Lüybu osonlikcha bir narsaga rozi bo'lgan odam emas. Buni xarakterini biz so'zladik-ku. Meni tutuq o'g'il qilgan bilan menga uncha bek yuqori nam mansablarni bermadi, unchalik bek boyliqlarni bermadi. Men hamda shu Ding Yuanninki o'qituvchisidek rol o'ynab, buni endi cho'kilab yuryapman degandan keyin Li Su buning gapida buningki Ding Yuanga norozi ekanligini tuyib qoldi. Shuning bilan bu fursatning yetib kelganligini his qildi-da. Mishada bir tulpar vaqtda sizga akagan, siz bir palvon, ajoyib no'ch palvon. Palvonga nisbatan shunda tulpar yarışidi. Bir minib ko'rib degandan keyin Lüybu buni minib kelib, haqiqatan buniki no'ch ekanligini his qilib yoqtirib qoldi. Masalan, hozirgi zamon solishtirsak, erlarninki güzel no'ch mashinalarni yoqtirib qolganga o'xshash. Falali deymiz, biriniz bo'lma deymiz degandek. Shu vaqtlardagi erlarninki eti hozirgi zamondagi erlarninki mashinasiga o'xshaydi. Yoqtirib qolsak, og'imiz aytganimiz ketdi. Shunga o'xshash. Shunday yoqtirib qoldi. Shuning bilan Li Su asta gapni boshlaydi bu yerda. Tutuq atingizdan bak rozi bo'lmasangiz, boshqa bir narsaga agishib boqsangiz bo'lmamdi. Sizdek bir sanğun, aslida Dajanjun, ya'ni cho'ng bir bosh sanğun bo'lishga tegishli odam, kichikkina bir amal beribdi. Hech qanday amalingiz yo'q ekan qarmoqqa, bak cho'ng ko'rgan bilan degandiki, shuning bilan Lüybu'ning demechi tushib ketdi. Taxim bearam bo'ldi-da bu. Psixikasiga ta'sir qilgan gap. Ondan kimgimi shu sanğun bo'lib boraman, kim mening qadrimni qilar? Ana yaxshi bir şey turaveramiz ekan degandan keyin bir odam sizning qadringizni qildi. Mening pasibanim Dongzhuo sizning qadringizni qildi degandan keyin shundan Lüybu cho'chib ketdi. U necha kundan urushayotgan dushman bo'lsa, buni endi mening qadrimni qildi desa, men qanday ishonaman deb bu Li Su'ni chiqarib o'tmoqchi bo'lib turgan vaqtda Li Su undan darhol gapni tuzaydi. Siz boyi mengan tulparni men sizga sovg'a qilmadim, Dongzhuo, ya'ni Dong Sanğun sizga sovg'a qilgan. Cho'qim shu Lüybu mensuun deb meni avatgan. U sizningki jang qilish mahoratingizni ko'rib, palvonligingizni his qilib, sizga havas qildi. Shuning bilan sizga haqsiz buni hadiya qilib etdi. Dushmani bo'lsa-mu, dushmanim demay turib sizga hadiya qildi degandan keyin bu yerdan Lüybu ta'sirlandi. Qarang, mana bizningki shu Dongzhuo Sanğun shundoq bir o'zining dushmaniga ajoyib iltifot qildigan odam, shundoq mard odam degandan keyin bu yerda hamda Lüybu asta-asta erishga boshlaydi. Shuning bilan Li Su buni to'xtamay gap kiselib, to'xtamay bunga gap berib, andan keyin asta-asta buni qayil qilishga boshlaydi. Agar siz Dongzhuo'ga, ya'ni bizning Sanğunga agashsangiz, Dong Sanğun sizga shu bosh sanğunlik, ya'ni Dajanjun, bosh generallik huquqini beradi. Dong Sanğundan qolsangiz, sizning amalingiz eng cho'ng bo'ladi degandan keyin bu yerda shuning bilan Lüybu sal tavrab qoldi. Mening o bağım battı, lekin men tunugun Dongzhuo bilan elishib, uni yorlantirgan tursam, u qanday meni qabul qilaydi, men hozir uni dushman tursam degandan keyin, unday emas. Bizning Dongzhuo Sanğun sizni olib bir kechirib o'tib bo'ldi. Sizni o'zining eng yaqin odamidek ko'rdi. Agar siz berishni xohlab qolsangiz, u men boy degan narsaning hammasini berdi. Uningdanmi ko'p narsani berdi o sizga degandan keyin Lüybu shundan axir qo'shildi. Aldab qoldi tushida. Ondan bu hamda o'ylaydi. Men quruq qo'lda o'yay bo'lsam sat turmamdi. Men cho'qim to'p ko'rsatishim kerak. Unda bo'lsa, men Dongzhuo'ningki dushman bo'lgan Ding Yuanni o'ldirib, uni kallasini ilib, andan keyin to'p ko'rsatib, shu Dongzhuo'ningki Sanğunning oldiga boray. Uningdan keyin menga bergan tulpar, menga bergan shu nom obro'larga men loyiq bo'laman degandan keyin bo'ladi shunday qilaylik deb Li Su ketib qoladi. Shuning bilan bu yerda Lüybu shu kechasi shu Ding Yuanninki uyiga kirdi. Ham bu o'zininki
dadısı, tutuq dadısı olgandan keyin hem de Ding Yuanning tutuq oğlu olgandan keyin bunun hech qandaq bir buningdan mudofiyalanish yo'q-da. Shuning bilan Liu Bu qilishni sabli kirdi. Kirib kitob o'qiyotgan Ding Yuanning yeniga kelibla qilishni sug'uribla o gap qilib bo'lg'icha, ya'ni inkosga kelib bo'lg'icha uning kallasini ilib sirtqa olib chiqib lashkarlarga jakarlaydi. Ding Yuanni men o'ldirdim. Bu yaramsiz bir sanğun. Men hozir Dong Sanğunga, ya'ni Dong Zhuo'ga el olmoqchi, el bo'lib podshohlikni gullantirmoqchi. Agar menga ergashadiganlar bo'lsanglar, keynimdan manglar. Ergashmaydiganlar bo'lsanglar, yo'linglarga ketsanglar mayli. Qarshi chiqqanlarning kallasi ilindi degandan keyin ularning lashkarlar buningga ergashib Dong Zhuo'ningki bargohiga bordi. Ham Dong Zhuo'mu Liu Bu erishdi. Liu Bu'mu Dong Zhuo'ningki qo'l ostida bosh sanğun bo'lib ishlab qoladi. Unda bo'lsa Liu Bu'ningki hikoyasini shunchalik so'zlab turdi. Ama keyingi filmimizda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Dong Zhuo'ningki podshohni qasdlab o'ldirish va yangi podshohni taxtga o'tirg'izish hikoyasini so'zlaymiz.